Kalomlar ichidagi ofatlardan bittasi qarg'aydigan, la'nat aytadigan azizlar. Musulmon odam, mo'min odam la'natchi bo'lmaydi, la'nat aytmaydi. Bugun bizlarda mana shu la'nat aytish odatiy bir holatga aylandi azizlar. Odatiy hol, ayniqsa men uzr so'rab aytaman, ayollarda bu narsa ko'p. La'nat aytish. Har bir narsaga o'zi biror ishni qilib, o'zi xato qilsa ham yana o'shunga la'nat aytadi. Ayollarimiz ajib. Hammamizda ham bor bu kamchilik. Ketayotib oyog'ini urib oladida ostonaga la'nat aytadi. O'zi ehtiyotkorsizlik bilan qo'lini kesib olsa, pichoqqa la'nat aytadi. Mashina minib ketayotsak, mashinamiz buzilib qolsa, mashinaga ham la'nat aytamiz. Odamga ham la'nat aytamiz. Hamma narsaga la'natdan saqlanishlik kerak ekan. Alloh taolo bizlarni o'sha la'nat qilishdan qaytarganini aytayaptilar. Haqiqiy mo'min bo'lsa, u la'nat qiluvchi bo'lmaydi, u so'kog'ich bo'lmaydi deyaptilar yana payg'ambarimiz alayhisalom. So'kinmayishlik kerak. Men shunaqa odatlanib qolganman-da, so'kmasam tura olmayman-da, kechirasiz. So'kinishga haqqingiz yo'q. Hech kimni so'kishlikka haqqi yo'q azizlar. U kim bo'lsa ham, ayniqsa insonni so'kishlik, musulmonni so'kishlik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Sibabul muslimi kal mushrifi alal halakati" dedilar. Musulmonni so'kishi so'kkan odamni halokat jari yoqasiga kelganini anglatadi dedilar. So'kuvchi odam go'yoki bir halokat jarini oldiga kelib qolgandek, ozgina qoladi tushib ketishlikka. Xudo saqlasin. Shuning uchun so'ksa nima bo'pti-da, endi so'kib qo'yibdi-da deydigan narsadan ehtiyot bo'lish kerak. U kim bo'lishidan qat'iy nazar azizlar. Katta bo'ladimi, savdogar bo'ladimi, u boy bo'ladimi, boshqa insonni yoki qo'l ostidagisini so'kishiga haqqi yo'q, haqorat qilishga haqqi yo'q. Mo'min bo'lsa bunday qilmaydi azizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilar, mo'min odam so'kmaydi. Agar musulmonni so'ksa, u go'yoki bir jar yoqasiga kelgandek bo'lib qoladi, tushib ketib qolish mumkin deyaptilar. Ana o'shandan o'zimizni saqlashligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam biror marta so'kinmagan ekanlar azizlar. Biror marta so'kinmaganlar. U zotda fahsh so'z, uyat so'z, haqoratlik so'zlar chiqmagan. Qanday ham husni xulq sohibi bo'lgani, biror marta la'nat aytmagan. Biz bugun ko'p la'nat aytadigan, ko'p so'kinadigan, ko'p haqorat qiladigan holatga keldik. So'zimizni ulab ketuvchisi bo'lib qoldi-da. Bitta so'kinmasa gap chiqmaydi. So'kinmasa ma'no chiqmaydigandek. Yo'q, bizni tilimiz, bizni madaniyatimiz azizlar juda chiroyli. Har bir gapimizni chiroyli qilib gapirishimiz mumkin. Masalan, oldingi tarbiya qilgan onalarimizni, bolalarning tarbiyasidagi tanbehlarini ham eslaylik. "Voy baraka topgur, voy umring uzoq bo'lgur, qo'ling moyda bo'lgur" deb gapirganlar. "Voy o'lgur, voy bo'yning uzilsin" degan gaplar bu. Keyin eshityapmiz bu gaplarni. Alloh rahmat qilsin validalarimiz, o'tganlarimiz, momolarimizni eslasak azizlar, xuddi shunday tarbiya berganda ham ular so'kmaganlar. Hatto tarbiya berganda ham "voy olim bo'lgur, voy baraka topgur" deb gapirganlar. Hozir la'natlanadi. La'nat bo'lsin deydi. Bir insonga bemalol padariga la'nat degan so'zni ishlatiladi. Bemalol so'kinadi. İnternetda ayniqsa haligi yozadigan izohlarda ko'rsangiz 80% haqorat. Yana mo'minlikni da'vo qiladi. Yana musulmonlikni da'vo qiladi. Eng qizig'i mana shu diniy mavzudagi suhbatlarni tagidagi izohlar. Masalan, men ko'p ham boshqa narsalarni ko'rmasligi mumkin, lekin diniy mavzudagi suhbatlarni kuzatib turuvchi bir ahli ilm sifatida uni qanday izohlari bor ekan degan narsaga qarasam, ba'zan qo'rqib ketaman. Mo'min deyotgan, musulmon deyotgan birodarimiz bemalol so'kinyapti. Siz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan uzoq bo'lib qolasiz. Siz haqiqiy mo'min, musulmon degan sifatdan uzoq bo'lib qolasiz, birodar. So'kinmang. Go'yoki uni yozayotgan bo'lsangiz hech kim ko'rmaydi deb o'ylaysiz. Alloh ko'rib turibdi. Allohdan uyalish kerak. Shuning uchun eng katta til ofatlardan bittasi bu so'kuvchi bo'lishlik. Alloh bizni tilimizni so'kishdan ko'ra zikrga, haqoratdan ko'ra tasbihga, la'natdan ko'ra takbirga musharraf qilsin.